O'rgatamizda biz. Bizlar bilan o'sha Ali bilan Ahmad bilan hazır bo'la. Qismini ko'rib olayda. Kerak. Hele WhatsApp nega bilmayman. Sevlayman. Kim bilan batma qarsan? Yo'qsana o'yin qilib. Desam mana ekansan. Ben o'rgatmoqchiman. Hozir ko'payib ketar ekanda. Bu narsalarni o'zi hamma biladi. Ularni olmay qo'yarayver. Lekin anaqani jonni qilishni bilmaydi nima deyardi. Bilaman. Lekin o'shanga men o'rgataman. Men Nimaga? Xulosda chunki hamma narsasini olib oldim. Men seni olib bo'lganman. Voy chiqaver ehtimol. Emulator admut. Mana agar suraliga qo'ysak, yo'q, kech payt qilsak, o'zi kreking paydo bo'lib qoladi va jonini shunday qilib qo'yamiz. Mana o'lib sarg'ayib qolishi kerak. Uni jonini sindirsak esa mana bunday bo'lib o'chib kirib ketib qoladi. Boshqa qanaqa bo'ladi boy. Orqangga qaragin. Ko'rdingiz? Sen yolg'iz ekansan. Vahshiymi deyapsan vah. To'xtang, pikok to'g'ri. Pikok? Bo'lmasa band. Men nimaga shoh qo'yapsan? Ha, bilmabman esmas. Podshoh qilaver. Endi qarshi qilib qo'yma. Endi bo'ladiki, ichingga kirib ketsa qarshi qilib qo'ydim. Qarsak? Stop, men kavlamayapti. Ha, qarshi qilib qo'yganinga qarabdi. Qarshi deb qatman. Bo'ldi qirol qo'ydim. Nima o'xshab? Ha, endi. Qarshi qilib qo'ysa sen buga kavlamaysan ham qo'yamaysan. Voy, g'alati ekan. Minecraft qonuniy ekanini nima qilaman? Yo'q, aytdim. Bu